Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun men yana shu Wuhan o'pkalik to'g'risida ozroq so'zlab qo'yay dedim. Ikkinchi oyning 1-kunisi Amerikaning sharq vaqti kechkichilak Wuhan o'pkalig'i bilan yuqumlangan bemorlarningki aniq diagnoz qo'yilgan soni 14.380 ga yetibdi. Ularning ichida 308 o'lib ketibdi. Xitoy sirtida, ya'ni 23 davlatda bayqalgan 140 necha bemorning ichida tunji bulab birisi bugun Filippinda o'lib ketibdi. Shunda o'g'a vaqtida bu kasal bilan o'lib ketish nisbati Xitoy ichida 2-3%, Xitoy sirtida 1%dan to'van degan gap. 140 necha kasalning ichidan birisi o'lib ketgan lekin. Shunga hozirgi shu bugunga qadar bo'lgan egallagan uchurlarga nisbatan aytgan vaqtida bu kasallikning tarqash ahvoli nihoyat tiz bo'lsa-mu garchi, lekin uning o'lib ketish nisbati aytgan vaqtida to'van. Men burunqi videolarimda deb o'tgandagidek, yana garchi biz Xitoyninki e'lon qilgan sonini ishonchlik emas deb ularninki o'lib ketganlarning soniga ishonmagan taqdirdami Xitoy sirtidagi 140 necha kasalning ichidan bugun aram birisi o'lib ketdi. Shunga qarabmi biz bu kasalning o'lish nisbati unchalik yuqori emas deb qaraya olamiz. Albatta buningdan keyin qanday o'zgarish oldi uni biz uqmaymiz. Xitoy hukumati bu kasalni xalqaro e'lon qilgandan hozir qadar Xitoydan uchidigan 10 ming qitim aeroplan amaldan qoldirilibdi. Amerikaninki alma shirkatininki Xitoydagi 34 dukuni taqilibdi. Anandan keyin shu Amerika Xitoydan kelgan aeroplanlar jiq uchidigan 5 oydirimda 17-silardan boshlab yo'lovchilarningki temperaturasini o'lchab, ularning ichida gumonliq deb qaralganlarga yana texmi ilgirlagan holda mush kasal to'g'risida tekshirish tuzilmasini yo'l qo'ygan. Bugun shuningga dal 15 kun bo'ldi. Bunda chiqqan vaqtida bu kasallikning yoshirin mezgilidan asosan o'tdi degan gap bash 15 kun burun kelganlarning ichida. Bularning ichida hozir qadar 8'i resmi şu Wuhan o'pkanligi bilan yuqumlanganligi aniq diagnoz qo'yildi. Yani 120 kasal var, gumonliq deb qaralib, uni tekshirilayotgan. Buning natijasi balkim dushanba kun chiqishi mumkin. Ham shanba yakshanba bo'lgandan keyin Amerikaning kasallikni kontrol qilish idorasining tor betini yengillamabdi bugun qarab baksam. Balkim dushanba kunisi Amerikada bayqalganlarningki soni 10 dan oshib ketishi mumkin dushanba kunisi. Endi oldingi videoda degandagidek Amerika hukumati shu 2 oyning 2-kunisi Amerikaning sharq vaqti soat 5 dan boshlab Xitoydan kelgan Xitoydan kelgan yo'lovchilarga cheklama qo'yish siyosatini rasmiy ijro qildi. Yakshanba 3dan keyin soat 5 dan boshlab. Buning asos mazmuni nima deganda oldingi videoda ozroq so'zlab o'tgan. Asosliq mazmun nima degan vaqtida mayli qaysi davlatning vatandoshi bo'lsin, mushu keyingi 2-3 haftada Xitoyga berib, shu yerda turib qolganlarningki Amerikaga kelishini cheklayotgan. Anandan keyin agar bu odam Amerika vatandoshi yoki Amerikaning yeshil qarta bo'lib qolsa, buni shu aeroplan qo'ngan aydirimning atrofida 14 kun tashqi dunyodan ayirib 14 kun ularga sog'lomlik tekshirib degandagidek buningki Wuhan o'pkaligiga yuqumlanmaganligini rasmiy jazmanlashtirgandan keyin anandan keyin qo'yib o'tgan. Shunda bo'lgan vaqtida atidan boshlab Xitoydan keladigan yo'lovchilarning soni ozlagan siri Amerikada bu kasallikning ko'plab tarqalish xatiri to'vallaydi degan gap. Shunga meningki Amerikadagi bu kasallik xatiriga bo'lgan nimam ishonchim xili yaxshi. Bak andish qilib ketadek oldi emas. Albatta shu tunugun nimadiki shu tunugun qaror chiqarishdan burun kelgan kasallar, yani bular 14 kun to'shmaganlarning ichida balkim bir qismlari shu kasal chiqishi mumkin. Shu yoshirin mazgilishning o'tishiga ergishib.
Balkim kelar haftalarda ushtum tut ko'payishi mumkin Amerikada, lekin umumyuzlik aytgan vaqtida Amerikada bek antiqidek emas. Lekin hozirgi ahvoldan qaragan vaqtida Sharqi Janubiy Osiyoda biroz kengish ehtimoligi bor hozir. Ularni ham de aeroplanlarni to'sab degandek ularni yaxshi kontrol qilib o'tibdi. Bugun mushunchalik so'zlab turay. Agar yangi uchurlarga erishsam, hammanglarni bu uchurlardan bildirib turman. Hammanglarga rahmat, xayr xo'sh.